Tushmayapti. Bitta mashina ham to'xtamayapti. Qachon yetib boraman bunaqada? Damas yurmasmikan? Chorsiz yurmaysanmi? Ukam. Mana qara. Solga qo'y. Ukam, chorsiga borasanmi? Hozir men mashina olib borib keyin, mana qara, mashina olib chiqib qo'y. Keyin mo'ykaga berasan, men mo'ykaga pulni beraman. Chorsiga olib tashlagan, biz shoshib olmaylik. Faqat yo'l transport o'tib ketamiz. Bo'ladi, tashlab o'tib ketishimiz o'tib ketadi. Olmagansan-ku, temirchilikka o'xshab. Men o'zim bir firmani boshlig'iman. Qarang, men bir o'zim katta bir firmada boshlig'iman. Tushunasizmi? Boshliq bo'lib turib, sho'pir mashinasi buzib qo'ygan ekan, Jiguli yurdimda eski. Temir tersi olib yurarkan. Aka, hamma rejimi haqi narsadan-da. Shuni aytaman. O'zim so'radi, chorsiga borasanmizmi? Ha, oborta jeyman deb. Mahalla kirib olib, eski tusib olaman, temir tersi olaman deb baqirsa bo'ladimi? Yer bo'lmadi, yorilib kirib ketmadim. Yana kamiga astonkaga borib, shuna baqirib oling, chorsiga 3 kishi boring deydi. Odam sharmanda ko'p taniydi endi baribir. Ko'pchilik gapirib oldi, odam shu yer bo'ldi lekin. Ana, chiqmay aka. Boramiz chorsiga. Aka, ana beradigan narsangizni berib olmaysizmi bu? O keldi aka, o'zi kakras. Sup, qatiq, qaymoq, tvoroglar keldi. Ana qara to'xtat mashinani. To'xtat bo'ldi, tushib qolaman. Salomlik. Janozagami? Yo'q, qanaqa janoza? Ishxonaga ketyapman bugun. Chorsiga borishim kerak. Ha, yuring, yo'lni boshiga chiqib boraman, bu yerda mashina yo'q. Endi shunda ketamanmi? O'zim ham bir firmada boshlig'iman-da. Tegildi katta mashina bor. Elektromobilni eng oxirgi rusumida olib yuradi. Bugun nimaga deb juda qorlandim. Jigulida ham yurdim, temir tersi tashiydigan, Damasda ham yurdim, qatiq sotadigan. Oxiri yayo ketyapman. Yana mashina o'tib qolar, endi mashina ketishim qoldi. Ha, o'zingiz bilasiz. Aytib qo'ying, baribir oxirgi manzilga shu mashinada borasiz. Boshni tanlab maqas. Ha, yo'q, bemalol oq yo'l. Ha, mayli. Oxirgi manzilda shunday ketasiz deydim. Gap to'g'ri. Ko'chada mashina ham yo'q deydim. Shunda ketaversam bo'lar ekan. Orqasidan chiqsam, "Ey!" insonmizda bilib bilmay xato qilamiz. Shohu gado oxir borar joyimiz 2 metr qabr, barzax hayoti. Bu hayotda so'nggi rusumdagi eng qimmat mashinani minsak ham, hayotimiz so'ngida minganimiz shu tobut cho'bin otdir. Alloh hammamizni xatolarimizni